Hammaga salom bo'ldi. Bugun biz O'zbekistonda hali hech kim qilmagan noodatiy challenge-ni bajarib ko'ramiz. Ya'ni men bir o'zim va 4 ta darvozabon. Har bitta darvozabonga 3 tadan urish imkoniyatim bor. Agar men shu 3 tadan urish imkoniyatidan umuman foydalana olmasam, men u darvozabonlarning shartini bajaraman. Bolalar, mana ko'rishinglar mumkin, hozir birinchi darvozabonimiz Braziliyadan tashrif buyurdi. Marhamat. Hello, my name is Alisson Becker. Today no change. Bolalar, mana ko'rishinglar mumkin, hozir ikkinchi darvozabonimiz ham braziliyalik. Tanishing. Hello, my name is Ederson. Bolalar, mana ko'rishinglar mumkin, hozir 3-chi darvozabonimiz o'zimizning hamyurtimiz, ya'ni bizni jahon chempionatiga o'tkazgan Bekir Yusupovning jiyanlari bo'ladi. Marhamat. Mana bolalar, ko'rishinglar mumkin, hozir 4-chi darvozabonimiz italiyalik Donnarumma tashrif buyurdi. Marhamat. Hi, my name is Donnarumma. Today I will destroy him. Уже знаешь все шрамы твои, как делить, говорить, целый мир на двоих. И поздней ночью станешь моим знойным ветром. Bolalar, mana ko'rishinglar mumkin, hozir birinchi braziliyalik darvozabonga 3 ta zarbadan bitta gol urdim. Hozir mana endi ko'rishlaringiz mumkin, ikkinchi braziliyalik darvozabon vartada turibdi. Hozir unga ham birinchi zarbadan hal qildi. Но это без шансов. I saw he's very good and I'm gonna stop him. Do'stlar, bola futbolchi bo'ladi. Qiz o'qimishli bo'ladi. Qizning ota-onasi boyvachcha bo'ladi. Onasi esa hayot. Bizni hep jarliklarga tashladi. Xo'p, bolalar, mana butun O'zbekiston ko'rishlaringiz mumkin, hozir italiyalik Sigaret chakmayman. Lekin o'zim bilan har doim gugurt olib yuraman. Ba'zida jonim tiqilgan paytda gugurt olib. Bolalar, mana ko'rishinglar mumkin, challenge'imiz o'z nihoyasiga yetdi. Ikkita braziliyalik mehmonimiz va italiyalik darvozabonimiz Buxoroga yetib keldi. Hozir ko'rishlaringiz mumkin, har doimgidek men yutaman, yutadigan odam yo'q. Hozir endi bu legendalarga bilet olamizda, samolyot bilan uyiga jo'natamiz. Lekin mana bu Bekir Yusupov bizni jahon chempionatiga